Ushbu shov-shuvli bo'lgan videoni hamma ko'rdi. Ko'rsat ko'rayman. Ushasiz. Nega ushaman? Ushmayman men seni qizim. Ushasiz. Yo, nega sen qachon ushdim? Ana chiroyli qilib yozyapsan, qara ana sen yozdingmi chiroyli qilib? Ana. Ana. Chiroyli qilib yozadi meni qizim. Mana qizimga o'qituvchi kerak, yaxshi o'qituvchi bo'lsa, o'qituvchiga olib borardik. Yozishlarni o'rgatadigan yaxshi o'qituvchi kerak-a qizim? Ha? Qani ko'rsatgin yozganingni? Yaxshi berasiz. Yo, nega ushaman qizim? Ana chiroyli qilib yozyapti qizim. Ana. Ushaverasiz. Ana ushmayman-ku. Men sen qachon ushdim? Qachon ushdim? Ertaga urushdingiz-ku. Nima deb ushdim? Mana nima deb? Sen unda chizib tashlading-da, o'shaning uchun ushdim men. Chizmagin deb aytdim. Ko'rsat menga yozganingni. Yo'q. Ushasiz. Yo, ushmayman qizim. Ushasiz. Bo'pti, yozur. Keyin ko'raman. Ana chiroyli qilib yozyapsan, ana, bo'larkan-ku. Urshash desan. Ushmayman qizim. Ana chiroyli qilib yozyapti ana. Ana nuqtalar ustidan bo'yab chiqyapti. Faqat sal chiqib ketibdi-da. Ha? Hech narsa qilmaydi, o'rgan olasan. Men sendek kichkina bo'lganimda-chi, ruchka ushashni ham bilmas edim men, bilasanmi? Kichkina edimda to'poy edim. Alkash bo'lib qolardingiz. Ruchka ushashni ham bilmas edim men. Sen yozishni bilyapsan-ku. Ruchka qani desa, derdim. Adam ruchka qani desa, derdim. Ruchka nimaligini ham bilmas edim. Ruchka olib kelgan desalar, men bunaqa bakarlik ko'tarib kelardim men. Ko'rding, sen даже yozishni bilyapsan. Ana. Qaysi adres? Saydilardan sen biling. Dasturmoling bor-ku. Ketyapti. O, dasturmoling ham ko'rpachadek qilyapsan o'zi. Ko'rpacha taxlagandek qilib. Kiyimingga atma, o'shanga at, xo'pmi burningni? Burni yoqyaptimi? Ha?